Do'stlar, men Xitoydaman. Mana, taksida ketyapman. Bu yoqda misol uchun biz ko'rishganimizda, "Qalaysan, yaxshimisan?" desak, birinchi ko'rishganda Xitoyda, "Qalaysan, yaxshimisan?" demasa ekan, "Ovqat yedingmi?" der ekan. Ovqatdan so'rar ekan, "Ovqat yedingmi?" deb. Ya'ni shu mana hozir mana shu davlatdamiz. Qayerdamiz biz? Guanjoudamiz. Maxsus Xitoydan taksistlik ideya, qo'shimcha daromad. Xohlaysizlar, ko'ringlar unda. Nima qilasizlar? Mana bunaqa monitor o'rnatasizlar orqaga, ikkita. Ha? O'rnatasizlar, mana bitta reklama berasizlar. Ya'ni o'tirgan mana bunaqa odamlar ko'rib reklama bo'ladi, xullas. Ana brenddagilar mahsulotini beradi bu yoqqa reklamasini. Sizlar soqani qilaverasizlar, qalay zo'rmi? Reklama uchun joy deb orada bitta chiqadi nomer. Ha? Zo'r lekin. Yusufjon aytdi hozir reklama qiling, O'zbekistonga manfaatli, foydali bo'ladi. Biz ham pizzani beramiz keyin. Birinchi klient bor do'stlar mana Yusufjondan.